Assalomu alaykum otishqozlar. Mana sotuvga toyimiz chiqdi. Bugungi sanamiz 2025-29-may. Toyimiz ma'lumotlari bo'ylari taxminan 170 atrofida, 69-70 atrofida, yoshiga kelsa 2 yashar. Yeb ichishi tani joni sog'. Yovoshligi nomerali yovosh ekan. Mana 10 yasharlik bola minib turishini. Yengi minga qilib qo'yishgan ekan. Jonivor, mana ko'kraklari. Bo'yinlariga ham bir baho berib qo'yasizlar bu jonivor. Yo'q. Kim qanaqa tarbiya qilsa bo'ladi. Ham uloqqa ham yaraydigan toy ekan xudo xolisi kelajakda. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini $3200 so'rashyapti, kami bor ekan. Qanijon. Hozir yurganlarni qo'yib beramiz. Yovoshligiga bir baho berib qo'yinglar, jonivor. Ham go'shtdor, ham bo'yindor. Jonivor orqalari ham. Espatiga gap yo'q lekin. Mana jonivor. Yosh bola minsa boshqacha, katta bola minsa boshqacha. Juda aqlli toy ekan jonivor. Reklamada faqat ot emas, u ham bo'lib ketdi mana jonivor.